diqqatga keldim shunaqa chiroyli uyga. Ilhom akani yo'qotib qo'ydim. Ilhom aka, qattasiz? Voy. Ilhom aka. Qo'llanamizni va parkovkasi mashina uchun uyimdan katta ekan. Mana sizlar uchun vahimali 4 qavatli townhouse video obzorini ko'ramiz. O'tirib oling maslahat va zavqlaning, ko'ring, like'larni bosib qo'yishni unutmang. Qani ketdik. Bu townhouse boshqalarni ajratadigan xislati o'zini barbekyu zonasi, ya'ni letniy kuxnyasi ham bor. Ana endi uy tafsilotiga keladigan bo'lsak, biz birinchi qavatdamiz. Bu kuxna territoriya, ya'ni oila bilan ovqatlanadigan joy. Bu esa podvalga olib tushib ketadigan zina va o'sha yerda mashina qo'yadigan joy, elektromobil uchun alohida zaryadkalari ham bor. Ana endi obzor davom ettiramiz. Uy to'liq cho'pli poldan iborat. Bu esa mana prixoja ko'rganingizdek, bu esa sanuzl, ya'ni hojatxona. Davom etamiz. Bu esa mehmonlar kutib oladigan, ya'ni alohida rohat ko'rib, televizor ko'rib o'tiradigan hudud. Ana endi sizni ikkinchi qavatga taklif qilamiz. Qani ketdik. Ana endi 320 kvadratli binomizdan ikkinchi qavatdagi sizni taklif qilamiz. Ko'rib turganingizdek yotoqxona chiroyligini qarang, qanaqa hamma qulayliklar qilingan, hamma narsa joylashtirilgan. Bu esa bolajonlarimiz uchun tayyorlangan yotoqxona. Ana endi koridorimizdagi, ya'ni hovlimizdagi umumiy sanuzilni ham ko'rsatib o'tamiz. Ana endi menga eng yoqqan joylardan bittasi master spalniyaga taklif qilamiz. Qani ketdik. Go'zalligini qarang. Qanaqa shinamligini qarang. Bu uy ekraningizdagi yurakchani qonatib yorishga arzir ekan. Qani do'stim, bu yerda o'zini alohida garderobi bor. Mana ko'rsating. Qarang, hamma shart-sharoit yaratilgan. Kelib yashab bersiz bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Bu esa alohida sanuzl. Bu ham ko'rsating. Do'stlar, bu uyni sotib olishga shoshiling. Bu uydan 3 ta edi, bor yo'g'i 2 ta qoldi. Qani endi 3-qavatga sizni taklif qilamiz. Inshaalloh hammamizga shunaqa chiroyli va shinam xonadon nasib qilsin. Uyga gap yo'q, uyni saqlab qoling proyektini, bu sizga xudo xolasa kelajakda qotib qoladi. Yurakchani bosib qo'yishni unutmagan do'stimizga obzor davom etamiz. Biz hozir mana kirib keldik katta shinam xonaga. Hoji akalar xohlasanglar bu to'g'ri oshxona qilib qo'ysalar ham bo'ladi. Ana endi ketdik. Koridorimizda общий sanuzl bor. Va bu ham master spalnya deyiladi. Bu stilini qarang, boshqacharoq qilingan. Ya'ni garderobni orqa tomonga tashlab berishgan. Ajoyib, chiroyli qilingan. Bu ham mana o'ziga yarasha, o'z go'zalligiga ega bo'lgan hojatxona va bu esa kichkina garderob desa ham bo'ladi, qimmat soatlar, tilla taqinchoqlar bo'lsa saqlab qo'yadigan joy ekan. Mana ko'rib turganingizdek. Ana endi qolgan tafsilotni pastda aytib o'tamiz. Qani ketdik. Bu hashamatli qahramonimiz 380 ming narxga narxlanyapti. Kvadraturasi 320, o'zini avtoturargohi bor, bir nechta zaryadkasi ham solnechli batareykalarigacha o'rnatilgan. Yana nima kerak? Kelib yashab bersiz bo'ldi. Hamma sharoitlar qilingan. Joylashuv keladigan bo'lsa Yakkasari Salomatinada joylashgan. Do'stlar, pastdagi raqamlarga telefon qiling, bizga obuna bo'ling va bu uyga inshaalloh egalik qiling.